Abdulha, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Yaxshi, zo'r aka, tuzimsiz. Kelib oldinglarmi aka, charchamasdan? Rahmat. Mana bu tom bityapti. Xudo xolasa bityapti aka. Shifrga tayyor bo'ldi. Hozir shifr qatirish jarayonlari ham bo'lyapti hozir aka. Значит, tikina shifr qo'yib berish. Shifrni bonusga beramiz aka. Joyiga qarab, ob'yomga qarab kelishaveramiz u yog'ini aka. Ustani adresi qayerda edi? Andijon viloyati Asaka tumani. Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lgan bu obyektimiz, xudo xolasa. Zo'r. Do'stlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa bittadan like bosinglar. Biz o'sha davom etamiz. Mana bu yerda ustalar ishlashyapti. Endi bu insonni iltimos qildim, tepadan pastga tushdilar. Xo'p, narx-navo qanaqa bo'lyapti? Narx-navo aka 170 mingdan 300 mingga doğru kvadrati, joyiga qarab kelishamiz. Qanday bo'lishiga qarab. Zo'r. Qaranglar, mana shu zdaniya, uy. Qachon boshladinglar? Bu zdaniyani xudo xolasa 20 kunda shu holatga olib keldi aka. Tomni noldan. Noldan 20 kunda shu Tepa holatga. ochiq bo'ladi, o'zingizlar kelasizlar, yopib ketaverasizlar. O'zimiz yopib beramiz. Sesnapoyslari quyilgan bo'ladi, tayyor bo'ladi aka. Sesnapoysdan u yog'ini biz o'zimiz aytgancha bularning hammasini ishi temirdan bo'ladi, ya'ni konteynerni profilidan chiroylab yopishadi. Shunaqami? Konteyner profildan bo'lgan aka materiallar hammasi 4 ga 4, 5 ga 4 materiallardan ishlatamiz aka. Stenkasi 1.8 dan 2.2 gacha aka. Bo'lmasa ham duo qilamiz, qarang, tepaga chiqamizda bir ko'ramiz. Ha, loyiham bosilgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz aka. Ketdik. Do'stlar, qaranglar, hozir tomga chiqdik. O'zi ham zo'rg'a chiqdi mana o'sha otildan. Zo'r-ku, ha? Zo'r aka, mana xudo xolasa mana shifr qotirilayotgan mana jarayonlar aka. Shifrlarni endi hozir tepaga olib xudo xolasa qatiramiz. Mana lomboslari ham bo'lgan, o'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Bu lombosi 5-6 sm kanalida bo'lgan aka. Endi mana bu konteynerni profili. Konteyner profili aka. Razmerlari qanaqa dedingiz? Pastdan gapirdingiz. 4 ga 4 aka, 5 ga 4 profillardan bo'ladi aka bu materiallarimiz. Mustahkam. Mustahkam aka, xudo xolasa joyiga qarab, qanday bo'lishiga qarab narx-navoni aytib beramiz aka. Loyni anaqani ko'taradi, qorda xudo xolasa ko'taradi. U sinovlardan o'tib kelgan narsalar aka, bu narsalar xudo xolasa. Aka, bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Mini arenalarda ham aka noldan qurib bitkazib beraveramiz. Siz hozir nimalarni qurasizlar? Naves, tom, uy tomlari, naves, mo'yka xonalarda, ustilari, katta zdaniya ishlab chiqarish zavod, fabrikalarda katta xolodilniklarni tepasini yopish. 24 metr, 25 metrgacha bez ustini yopib beraveramiz. To'yxona, samoykalar ustilarini ham yopib beraveramiz aka. Stadion, mini stadion arenalarda 24 metr, 25 metr. Hamma narsa nimani tomon yopish kerak bo'lsa, mana shu temirdan yopib berishadi. Mana bu yerda nomer turibdi. Shu ustaning nomeriga telefon qilsangiz, bahosini kelishaverasiz. Nech puldan boshlab, nech pulgacha ular? Aka, shu joyiga qarab, masalan, firmalarimiz orasini nechidan qo'yib ber desa, uyda egasi shu zakaz qilishiga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab aka. Biz 170 mingdan 300 mingga doğru aka kvadrati. Aslında orasi nechi bo'ladi bu? Bu aka hozir 1.10 dan bo'lgan buni orasi aka. Men loy bosaman deganiga shu 1.10 dan qo'yib berganmiz aka. Yaxshi. Firmalarimiz orasi. İçida yur bo'lmasagana, lekin buni ichida yur bo'lmaydi aka. Ichida yuradigan ham qilib beraveramiz. Mansardli tomlarni ham qilib beraveramiz aka. Tiplisa ham qilib beraveramiz aka. Limonariga, Panlor Badringa qilib beraveramiz aka. Yuring, qanamda yurib gaplashaylikchi bo'lmasam, qaranglar do'stlar, haqiqatdan zo'r chiqibdimi? Mehnat qilish, mana shunaqa videolarni ishlash bizdan. Do'stlar, bittadan like bosish esa sizlardan bo'ladi. Bosib qo'yinglar, jalki emas. Ustaning ishlari menga juda ham yoqdi. Sababi haqiqatdan xuddaliga temirlarni san'at asaridagi terib qo'yishgan. Mana aka o'rtalarini ham korobka qilganmiz aka, shu loy bosib bel bermasligi uchun aka mana mustahkam qilganmiz. Holatiga qarab aka mana. Juda zo'r lekin. Gap yo'q. Ustalarimiz ketmaydi-da shunda. Xudo xolasa bel umuman bermaydi, sinmaydi. Ustalarimiz mana hozir silib qatirishyapti aka, tarnovlarni bir ko'rsatishingiz mumkin obunachilarga. Do'stlar, tomosha qilinglar. Haqiqatdan tomga aylanib. Faqat shifr qoqishga vaqt ketdi-da. Bu shifrga moslab berganmiz bu tomni aka. Tunga qatirsa ham bo'laveradi aka bunga. Uydagisi shifr qotiraman deganiga shunga moslab berdi aka shifrga. Endi hozir shifr uchun pul olmaysizlar. Yo'q aka, shifr bonusga beramiz aka. Bonus. Shuning uchun shifr qoqish besplatno tekin deb yozib qo'ygandim, lekin zo'r. Tunkani olib kelib berishadi. Tunkalarda beradi, shifrlarda beradi aka. Biz o'zimiz qatirib beramiz aka.
Demak, do'stlar qaranglar, mana shunaqa tom qilish kerak bo'lsa, sizlardan hech narsa ketmaydi, faqat ustalarni chaqirasiz. Ustalar o'zi varijonni keladi, hamma narsasi, ya'ni asbob, uskunasi, hattoki mana bunaqa temirlar ham o'zlaridan bo'lishadi. Shunda kvadrat metriga 170 ming so'mdan 300 mingga dur aka. 300 ming so'mgacha endi tomni qanaqaligiga qarab kelishaverasiz. Lekin menga juda ham yoqdi. Aytgancha Abdulhay shifr qoqib berish tekin, ha? Tekin aka. O'rniga tunka bo'lsa-chi. Tunga ham tekin aka. Tunga bo'lsa tunga tekin qatirib beramiz aka. Shifr bo'lsa shifrini olib beradi, biz qatirib beramiz aka, shuning ichida. Gap yo'q lekin. Demak, hamma narsa sizlardan bo'ladi. Hamma narsa o'zimizdan aka. Temir mahsulotlar, balgarga berishmaydi. Ha, balgarga tosh, elektrod aka. Hamma o'zimizdan bo'ladi. Shu uyda egasi aka bizga borsa, shu pitaniya oziq-ovqat qilib beradi, issiq suvimizdan havo olib beradi. Shifr bo'lsa, shifrini olib beradi, tunka bo'lsa, tunkasini olib beradi. Qatirib beramiz. Uzoqroqqa borsangiz, uy-joy qilib berishadi. Ha, uy-joy qilish beradi aka. Bizning xizmatlarimiz shu O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab mana hozir Asakadan boshlab, Shahrixondan boshlab ketdi, Nukusgacha. Samarqand, Toshkent, Qoraqalpoq, Qashqadaryo aka. Lekin do'stlar ishlari zo'r, sifatli ekan, bemalol telefon qilib gaplashavering, eslatib o'taman, yana mana bu yerda nomer turibdi. Telefon qilsangiz usta ko'taradi. Nimani qurmoqchi bo'lsangiz, tomoni kelishaverasiz. Mana bu sarrof uchun shveylar, uzun ekan. Shveylar 10 metrga tashalgan aka, bez ustun. Bu o'zingizning hisobingizdan bo'ladimi? Ha, o'zimiz hisobimizdan bo'ladi aka. Shu kvadrat ichida bo'ladi. Kvadrat ichida bo'ladi, ha. Hozir bu yerda qancha kvadrat bor deyapsiz? Bu yerda aka 230 kvadrat bor. 230 kvadrat. Aka ponni shu joy 45 millionga bo'lyapti aka. Shifr olib beryapti, tarni olib beryapti. Biz qatirib berib chiqib ketamiz aka. 45 million 45 million. Hammasi o'zingizdan bo'ladi. O'zimizdan bo'ladi. Keyin aka bu loyi bizdan emas, ammo uyda egasi o'zi lombos sizlardan emas. Lombos bizdan emas aka, lombos. Lombos qo'yishibdi, lekin haqiqatan boshqa ustalar kelgan, menga qilib berishgan. Zo'r lekin do'stlar qaranglar, tom ochiq, ochiq joyga 45 million so'mga 230 kvadrat metr joyi mana qoplashibdi, tomni yopishibdi. Telefon qiling, gaplashing, istagan vaqtingizda shu insonga ko'taradi, gaplasharsiz. 170 ming so'mdan 300 mingga 300 ming so'mgacha qaytarib o'tyapmiz. Bo'lmasa pastga tushamiz, aytgancha to'lovlar naqd pul. To'lovlar aka naqd pul. Karta bo'lsa, kartaga tashlab bersa ham bo'laveradi, Rossiyadagilar aka. Karta ham bo'laveradi aka, karta. Qanchasini to'lov qilish kerak boshlash uchun? Aka, hozir biz uyda egasi bilan kelishadigan bo'lsak, oldin zakalat beradi aka, ishonchga aka, 100 dollarmi, 200 dollarmi. Keyin biz materiallar bilan borganimizdan keyin 70% pulini beradi aka uyda egasi. Tuyatganimizda qo'y 30%ni beraveradi aka uyda egasi. Lekin materiallar bilan borganimizda 70% pulini berish kerak uyda egasi aka. Do'stlar, bo'lmasam biz pastga tushamiz, pastdan bir ko'rsatamiz. Do'stlar, pastga tushishdan oldin ozgina tomosha qilamiz. Bu yerda shifr qotirish boshlanib qolgan edi. Mana aka, xudo xolisa shifr qatirishni boshlashdi ustalarimiz ham aka. Bu kesolimdi-da, kichkina. Ha, oldiga shu yarimta bo'lyapti, tepasiga 4 shifr tushyapti aka, seli. 4,5 shifrga moslaganmiz bu tomondan aka. Ana shunaqa tomingiz bo'lsa, chaqiraverasizda, hamma narsani o'zlari qilib berishadi, o'zlari olib kelishadi. Ko'ringlar, mana shurpa yo'rmani drellar ham o'zlaridan qotirib ketishaveradi. Gap yo'q lekin. Pullik emasda endi bu. Yo'q, bu aka bonusga qatirib beramiz aka, xudo xolisa. Zo'r. Xizmati ichiga aka qatirib beramiz buni xizmat. Demak, mana shu ishni sizlar qilsanglar, olib ob'yomga qarab, mana shuni ichiga qo'shaverasizlar. Xizmat ichida bo'ladi. Xizmati ichida qatirib beramiz aka bu ishda. Zo'r gap yo'q. Endi biz rostdan ham pastga tushamiz endi, ketdik pastga. Va do'stlar, biz tepadan pastga tushib oldik. Qisqasi azizlar, qaranglar, yana qaytarib o'taman, ekranda nomer turibdi, shu nomerga telefon qilib murojaat etsangiz, mana shunaqa tomdan sizga yasab berishadi. Videorolik menimcha ancha foydali bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.